diskali avtomobilimizda tayyor bo'lib, bu avtomobilimizda farasi kuyib qolgan edi. Ya'ni pоворotchi qismi esingizda bo'lsa, buni 6 oy yo 1 yil oldin buni faralarni qilgan edi va bunda led hozir avaringda kuyib qolgan ekan. Hozirgi holatda polni ishlayapti va stop holatda. Buni sababi video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Bitta pavorotniga ishlamay qolgan o'zidan-o'zi. Hozir sababini qidiramiz. Sizlar bilan ulashib ketaman. Bu 300kamizda plata azinchigina chiqib qolibdi. Vaqt o'tib, tok ko'p berib yuborgan, led kuyib ketibdi yana. Uni alishtirib yubordim. Endi qisman tokini kamaytirib qo'yamiz.